Qadrli obunachilar, bugungi videomiz diska to'g'risida bo'lyapti. Bu diskamizni to'g'irlatgan egalari buni sotib oldim. Lavani Botex qilib chiqarib qo'yishibdi. Lavani ko'rsataman. Botex qilib qo'yishibdi. Diskani to'g'irlaganda to'g'irlagan odam boplab qo'yibdi bu diskani to'g'irlashni. Shuni hozir video obzorini qilib beraman. Botex deganda qanaqa bo'ladi? Mana bunaqa joyini ko'tarib yuborgan bo'ladi, kengayib qolgan bo'ladi. Mana shu ko'tarilib ketgan. Qizlarni Botex qildiradi-yu, shunaqa u Botex bo'lgan. Xo'p, endi mana bu xuddi shu variant, faqat bu boshqa mashinalarniki umuman katat bo'lmagan. Narigini katat qilaman deb lavani ichirib qo'yishgan. Mana tabiiy radnoy basharasi mana shunaqa bo'ladi. Mana. Endi shuni mana shu statsiyaga olib kelishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha bu diska 4 ta bir komplekt. Mana bu to'g'irlab bo'lgan varianti. Sana bittasini to'g'irladim. Sirazi video obzorini qilyapman. Mana hali katatga tushmagan narsa. Mana. Farqini o'zingizlar ko'rasizlar. Diskani ust tarafi ingichkaroq bo'ladi, ichki tarafi shirokiyroq bo'ladi. Ustkiroq, shirokiyroq. Endi yuzini olamiz. Bu katat bo'lmagan umuman. Mamani katat qilib Botexini qaytargan varianti mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin, qo'l o'tiradigan joyini. Endi mana ikkitasini to'g'irlaymiz. Bu 3 ta bo'ldi, bittasi to'g'irlab bo'lindi, ikkitasi kutilib. Bu o'sha Botexlarni, diskani, tuxum, vasmerka, libboy narsasini to'g'irlaydigan katat apparati. Bunda ham mana Botexi bor. Botex bo'lib qolgan. Shu Botexni yo'qotamiz. Botex bo'lib qolgan narsa pastda ikkita tarafi bir xil bo'lib qolgan. Shirokiylik. Shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Oddiy odamlar, boshqa menga o'xshagan ustalar shunday yuziga qarasa katat bo'lgan, bo'lmagan e'tibor oladi. Alloh nasib qilsa videoni kuzatinglar. 4 ta diskani to'g'irlab, 5-inchisiga mana umuman katat tegmagan diskani, lasettiniki, lekin katat bo'lmagan diska o'zi mana shunaqa bo'ladi. Xudo xolasa video obzorini qo'yib sizlarga ko'rsatib beraman, Alloh nasib qilsa. Xo'p, 4 ta diskamizni qilib bo'ldik, xudo xolasa katatda. Mana bu boyagi birinchi obrazet shablon lasetti diskamiz haqiqiysi. Mana bu ham JM diska, bu ham JM diska. To'rtta tayyor, Alloh nasib qilsa. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kommentariy yozsanglar, nomer tashlab beraveramiz har bitta odamga. Lavani to'g'irlaymiz, Botexini yo'qotib, tuxumini yo'qotib beramiz. Tuxumni yo'qotadigan usta hech qayerda yo'q. Lekin bizda bor, vasmerkasini bolg'ada urmasdan, hech narsa bolg'a izin tushirmasdan vasmerka joylarini to'g'irlab, cho'tka qilib, ideal qilib beramiz, Alloh nasib qilsa. Sizlardan bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, videoni ko'p odam ko'rib, ko'p odamga tarqaydi.